Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 16-mavzuyimiz, ya'ni demak Kabazevning ansambullar nazariyasi. Kabazevning ansambullar nazariyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ikkita rejadan iborat katalizator yuzasidagi aktiv markazlarni joylashishi katalizning elektron nazariyasi. Kabazev fikricha aktiv markazlarning tabiatini kristal holat bilan bog'lash, katalizning asosiy turlarini bo'lish, gomogen, heterogen va mikroheterogen kolloid ferment katalizatorlarni bir nuqtai nazardan qarab izohlashga imkon bermaydi va bu katalizning umumiy nazariyasini yaratishga to'sqinlik qiladi. Demak, aktiv markazlarning tabiatini kristal holat bilan bog'lash noto'g'ri hisoblanadi. Bu nazariyaga ko'ra aktiv markazlar ma'lum miqdorlari bir qancha atomlar ansamblidan iborat bo'ladi. Ansambl bir xil atomlardan, faqat katalizator atomlaridan yoki har xil atomlardan iborat bo'lishi mumkin. U amorf holatda, ya'ni kristallanish oldi holatida bo'ladi. Bunday aktiv markazlar yuzaning ma'lum joyiga adsorpsiya kuchi bilan bog'lanadi. Amorf holatdagi ansambullarga nisbatan kristal faza yonuvchi faza vazifasini o'taydi. Kristal faza har qanday real yuza singari jibir-jibir mozaik tuzilishga ega bo'ladi. Uning yuzasi ayrim katakchalardan tuzilgan bo'lib, bu katakchalar siljish, migratsiya katakchasi yoki siljishni sohasi deb ataladi. Katakchalar bir-biridan geometrik va energetik g'ovaklar bilan to'silgan. Shuning uchun ma'lum temperaturada atomlarning guruhi ma'lum katakcha ichidagi siljib yuradi. Qo'shni katakchaga o'ta olmaydi. Tashuvchidagi katalizatorning miqdori odatda uning yoyuvchi qoplash darajasi bilan ifodalanadi. Yoyuvchi sochilgan katalizatorning solishtirma aktivligi umumiy aktivlikning qoplash darajasi bilan nisbatiga teng bo'ladi. Bu miqdor juda kichik bo'lganda, ya'ni uning yonuvchi yuzasiga juda kam miqdorda katalizator sochilgandagi qiymati katalizatorning suyultirilgan qiymati deb ataladi. Demak, katalitik aktivlikning yoyuvchidagi katalizator miqdoriga ekstremal bog'liqlik grafiki ko'rsatib o'tilmoqda. Bunda A umumiy katalitik aktivligi, demak kichik a solishtirma aktivlik hamda alfa qoplash darajasi bo'lib hisoblanyapti. Katalizatorning demak suyultirilgan qatlamda olib borilgan tajribalar katalitik aktivlikning umumiy A va solishtirma aktivligining sochilgan katalizator miqdoriga ekstremal bog'langanligi, egri chiziqning maksimum yoki minimumdan o'zgarishini ko'rsatadi. Bu grafik ordinatalar o'qiga katalizatorning aktivligi, absissa o'qiga esa qoplanish darajasi qo'yilgan. Chizmadan ko'rinadiki, katalizatorning qoplanish ma'lum darajada maksimal qiymatiga ega bo'ladi va bu maksimum juda kuchli suyultirishda odatda alfa 0.100 dan 0.1000 gacha namoyon bo'ladi. Bu tajriba natijalariga asoslanib Kabazev 1936-yilda o'zining aktiv ansambullar nazariyasini yaratdi. Bu nazariya kataliz jarayonida ko'tarilgan ko'pgina fikrlarning sababini tushuntirib berdi, lekin bu nazariya hozirgacha takomillashtirilmoqda. Demak, quyida ko'rsatish mumkin katalizator aktivligining to'liq yacheykalar soniga bog'liqligini ko'rsatadi. Demak, katalizning elektron nazariyasi. Bu nazariya Roginskiy va Wolkenstein tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, unda ayrim o'zgartiruvchilar quyida ko'rsatilgan katalizator sifatida ishlashi ko'rsatilgan hamda buni elektron nazariyasini 1948-yilda yaratilgan bo'lsa ham hali takomillashtirish va mukammallashtirish davrini kechiktiryapti. Bu nazariyaga qisqa va soddalashgan tasavvur keltirib o'tilgan, quyida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni bunda issiqlik harakat ta'sirida yoki demak kvant energiya yutish natijasida elektronlar endotermik ravishda o'tishi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni quyidagi rasmlarda reaksiyaga kirishayotgan moddalar kristal yuzasidagi erkin valentlar bilan kuchsiz va A va C hamda mustahkam B, V, D yuzada adsorpsiyalangan yuza radikallarni hosil qiladi. Mustahkam bog'lanishlar kuchsiz bog'lanishlarga aylanadi. Kuchsiz bog'langan radikallar mahsulot molekulallarini hosil qilib yuzadan desorpsiyalanishga chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.